Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar, aziz insonlar va kanalimizni kuzatuvchilari. Demak, men ismim Dildora Qosimova, ingliz tili va rus tili o'qituvchisiman va rus tiliga aloqador bilimlarimni mana shu kanalda sizlar bilan bo'lishib kelmoqdaman. Demak, va bugun nima haqida gaplashamiz? O'tgan safargi darsimizni agar ko'rgan bo'lsangizlar, rodlarni ishlata olish. Ya'ni juda ko'pchilik insonlar rodlarni o'zi bilan tanish, ya'ni shu jumladan siz hamda, demak, bu kanalni ko'ryapsiz, demak, rus tiliga qiziqasiz va uni qandaydir shaxsiy rivojlanish, kasbdagi o'zgarish bo'lishi uchun, umuman olganda kasbda kerak bo'layotgan sababli ko'rayotgan bo'lishingiz mumkinda. Ko'pchilik shunday o'quvchilar bilan ishlaganimda, bular o'sha rodni bilishadi. Ya'ni rodni qoidalarini, teoriyalarini, nazariyalarini общий bilishadi, lekin nimaga ishlatisha olmaydi. Demak, keling mana shu haqida ikki og'iz gap va buni qanday qilib bartaraf qilish metodi bilan, ishlaydigan metod bilan sizlar bilan bo'lishaman. Endi demak, rodlarni mana bu yerda ko'ryapsiz-da, uning qanaqa ko'rinishda bo'lishini, qanday shaxslar uchun qanaqa so'zlar bilan tugashi kerakligini juda ko'pchiligimiz bilamiz. Вот. Endi boshqa faylimizni ochib sizlarga hozir ko'rsatib beraman va metod bilan bo'lishaman. Boshladik. Demak, mana bu. Bu yosh bola metodi hisoblanadi. Ya'ni aynan o'sha rod temasini teoriyadan praktikaga, ya'ni bilishdan qilishga o'tkazish metodi hisoblanadi. Demak, o'zingizda yozasiz, ya deb turib, o'zingizga aloqador bo'lgan 40 tacha insonlar, narsalar, guruh bo'ladimi va hokazo hammasini yozib chiqasiz. Bu ot bo'lishi kerak albatta. Ну, то есть mening vazam, mening telefonim, mening xonam, meni gruppam, meni qarindoshim kabi. Вот, bu ekranda ko'rib turganingiz, men o'zim uchun misol tariqasida yozganman. Misol uchun dom, улица, telefon, kompyuter, bu ko'pchilikda bir xilda. Komnata, diplom, sumka, platya. Вот, bu yerda so'zlarni rodi haqida o'ylamaysiz. Ularni ko'plik yoki birligi haqida ham o'ylamaysizda, faqatgina o'sha xayolga kelish, ya'ni ishlatish yoki o'sha bilishingiz. Ya'ni haqiqatdan sizga aloqador narsalar, shaxslar bo'lishi kerak. Nima uchun bunday? Chunki bolalar, yosh bolalar rus tilini o'rgangan payti aynan o'sha o'ziga aloqador so'zlardan o'rganadi. Undan keyin ishlatgan sayin boshqa so'zlarda ham xuddi shunday qoida ishlashini biladi. Misol uchun, "Папочка, это моя telefona" deyishadi. Juda ham ko'p eshitganman. "Это моя telefona" desa, "Нет, это мой telefon" deb o'rgatgandan keyin bola уже analiz qilish boshlaydi. Demak, telefon N harfiga tugayapti. Demak, u qanaqadir rod bo'lsa kerak, nimadir bo'lsa kerak. Xullas, hozir men telefondan keyin kompyuterni aytsam ham, bu yerda ham moy deb ishlatishim kerak ekan degan уже внутренний ichki analiz qo'shiladi. Вот. Ya'ni o'sha sizga aloqador narsalar haqida gapirganda sizda уже boshqa so'zlar bilan bog'lash imkoniyati paydo bo'ladi. Demak, mana shu uchun biza juda ham bu metodni tavsiya qilamizda. Вот. Endi 40 tacha gapni yozganingizdan keyin nima qilasiz? Rodi haqida o'ylamadingiz, просто tak yozdingizda va bularni tablitsaga yozib chiqdingiz. Misol uchun, moy deb turib, demak, mужской roddagilar qaysilar ekan deb где-то 10 tasi, misol uchun menda "Моя" deb turib, bular qaysilar ekan, ularni orasidan, menga aloqador so'zlarni orasidan женский rodga qaysilar ekan va "Moё" deganda средний roddagilar qaysilar. Odatda средний rod bilan ko'plik kam bo'ladi. Kamroq ishlatamiz. Endi bu shunaqa noto'g'ri taqsimlanish demaylik, endi xullas shunday taqsimlanish. Mужской, женский rodlar ko'p ishlatiladi. Bunday bu rodlarga so'zlar ko'p va ko'plikka, множественное числоga, который bilamiz ingliz tilida, то есть rus tilida shunaqa so'zlar bor, faqat ko'plikda ishlatiladi. Ochki, da, ochki, moи ochки bo'ladi yoki сережки, zirak, da, meni ziragim deb o'zbekcha aytamiz, lekin ingliz tili, rus tilida serежки bo'ladi. Tufli, krossovki, bular ham xuddi shunday. Ikkita juft bo'lgani uchun ham biz uni ko'plikda ishlatamiz. Va moё место, моё платье, моё кольцо bu средний roddagi so'zlar. Xullas, mana shu tartibda bo'lib taqsimlab chiqqaningizdan keyin xohlasangiz уже keyingi etapga ham o'tsa bo'ladi. Keyingi etap bu ularga belgi berish etapi. Misol uchun hozir ko'rsataman. 1, 2, 3. Mana.
Дом bo'lgandan keyin misol uchun мой родной дом, мой предыдущий или мой новый telefon, мой быстрый kompyuter deb turib ularga belgilar ham qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Lekin albatta bu yerda ozgincha sizga o'qituvchining yordami kerak bo'ladi. Birinchi qadam siz o'zingizga tegishli bo'lgan narsalarni rodi bilan aniqlab chiqishingiz va ularga ikkinchi qadamda уже belgi berishni o'rganish. Eng bazaviy belgilarni beramiz o'rtoqlar. Yangi, yaxshi, yomon, sifatli, качественный hamma biladi-da, yoki qora, oq farqi yo'q. Вот. И женский род. Xuddi shunday qilingan. Моя старая улица, моя уютная комната, моя кожаная сумка deb turib, ishoning, aynan o'zbeklar, ya'ni sizlar ko'p holatda bu so'zlarni 80% bilasiz. 80% bilasiz. Ya'ni bizani rus tili gapira olmasligimizni yoki gapirish etapida qolib ketishimiz asosiy sabablardan biri biz uni gapira olmasligimiz, bilmasligimiz emas. Aynan uni real voqealarga, real so'zlarga bog'lamasligimizda. Вот. Va siz dальше etapda nima qilishingiz kerak bo'ladi o'rtoqlar? Xuddi shuni o'zingiz uchun tayyorlaganingizdan keyin nima qilasiz? O'zingizni atrofingizdagi boshqa insonlar, misol uchun T bo'ladimi? Hozir boshqa faylimizga qaytamiz. Men T uchun qilib chiqqanman. Bir sekund. T uchun va boshqa hammasi uchun qilib chiqqanman, чтобы sizlarga ko'rsatish uchun. Misol uchun T deb turib, da, ekran menimcha ko'rinyapti. T deb turib biror kishini tasavvur qilasiz, uni olasiz va unga aloqador bo'lgan narsalarni, bu T deb turib siz o'rtog'ingizni, singlingizni, ukangizni, любой bitta odamni tasavvur qila olishingiz kerak. Juda ham muhim o'rtoqlar, mana shu tasavvur bilan reallikni bog'lash. Chunki biz rus tili o'rganganda juda muhimda mana shu tomoni. Rus tilini o'rganganda birovni misollari bilan o'rganamiz va shuning uchun ham biz o'zimizni hayotimizga ula olmaymiz. Bilganimizni qo'lla olmaymiz. Вот. Demak, T deb turib biror kishini misol uchun твоя работа, твоя семья, твой отец, buning qanday rodda ekanligi muhim emas o'rtoqlar. Мужской, женский, средний degan so'zlar bizga nima uchun? Ну, даже bilmadim nima uchun. Просто, не знаю, ko'pchilik mужской ismlar undoshga tugagan uchun undosh bilan tuguvchi so'zlarni mужской rod deb nomladik. Вот, ko'pchilik женский qiz bola ismlari ayaga tugagan uchun ayaga tugagan so'zlarni женский rod deb nomladik. Ya'ni rodga bog'lamang. So'zga bog'lamang. Balkim uning oxirgi harfiga bog'lab ketaverasiz. Вот, demak, T deb turib, unga aloqador bir nechta so'zlarni iloji boricha fantaziyani qo'shib turib-da, aynan o'sha so'zlarga bog'lab turib, yangi so'zlarni o'ylab turib, lug'atdan foydalanasiz, bog'laysiz shu bilan. Твоя работа, твоя семья, твой отец, твой участок, твой сад, твой офис. Mana shunday bazaviy so'zlar bilan davom ettirib ketaveramiz. Вот. Endi даже sal qiyroq so'zlarni ham ishlatib qo'yganman, чтобы kengroq fikrlashni o'rganish uchun. Tor doirada dom, kniga, kvartira, komnata, dочь va hokazo so'zlar bilan cheklanib qolmang. Хорошо? Kengroq spektrda ishlatishni o'rganavering. Bu yerda sizlarga berilayotgan hamma mana bu namunalar, bu real как бы insonlardan olindi. Misol uchun, его лекарство, bu uning dorilari, его внук, uning nevaralari, его подарок, uning sovg'asi va hokazo. Вот. Keyingi etapimizda agar biz bilan davom etmoqchi bo'lsangiz, biz o'sha so'zlarga hammasiga bitta anaqa belgi berishni o'rganamiz. Demak, bilishlaringizni xohlardimki, so'z tilni o'rganganda kichigidan kattasiga qarab ketish kerak. Misol uchun, hozir siz egani, то есть egalik olmoshini narsaga bog'lashi, moy-tvoy qilishni o'rganganingizdan keyin unga belgi berishni o'rganasiz. Qandaydir хороший, плохой, да, bu etapda уже bormiz почти что. Va mana hozir keyingi dars bilan sizlarni vizualniy tanishtiraman, undan keyin o'zini ko'rasizlar. Demak, hozir ko'plikni ham o'tamiz sizlar bilan birga va уже eng ko'p ishlatiladigan, hali bu keyingi darsimiz, shunchaki birinchi betini ko'rsatyapman. Eng ko'p ishlatiladigan so'zlar va eng ko'p ishlatiladigan strukturalar bo'ladi. Kichkina, misol uchun. Hozir ekranda ko'rinyapti. Keyingi safardan, уже keyingi darsimizda bu narsani yana ham podrobniy ko'ramiz. Вот. Bugungi darsimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Albatta bu metodni qo'llang. Qo'llamasangiz foydasi yo'q.
sizga kimdir kelib turib rus tilini miyangizga quyib ketolmaydi. Bu o'z shaxsiy mehnatingizni mevasi bo'ladi. O'shaning uchun ham biz mingta videoni ko'rsak ham bittasida ham gapirib ketolmaymiz, chunki biz real mehnat qilmaymizda. Faqatgina ko'rish orqali nimadir olishga harakat qilamiz. Unaqa bo'lmaydi. Vot. Agar mana shu real mehnat qilib turib, o'ziga tegishli, yaqinlaringizga tegishli narsalarni ulab nima deydi, iboralar, birikmalar yasagandan keyin sekin-sekin bu birikmalar sizni o'zingizni birikmalaringiz bo'lib qoladi va uni ishlata olasiz. Birovnikini kopiya qilish qiyin. Bu uchun ancha vaqt ketadi. O'zingiznikini, o'zingizga aloqador narsalarni haqida gapirishni o'rgansangiz, bu etap anchagina siz uchun oson bo'ladi. Lishniy informatsiyaga vaqtingiz ketmaydi. Vot. Bugungi darsimiz umumiy olganda materiallari shulardan iborat. Ozdan sizlar bilan rus tilini, lekin juda ham to'g'ri yo'nalishda o'rganamiz degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'lganingiz uchun hammaga rahmat. Va agar metodimiz yoqqan bo'lsa, ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta like bilan va kommentariy bilan bizani qo'llab-quvvatlasangiz xursand bo'lardim.